Xitoyning Turkiyada turishlik elchixonasining ikki diplomati Turkiya Buyuk Birlik partiyasini ziyorat qilib, ulardan Uyg'urlarni qo'llamaslikni, G'arbning Uyg'urlar haqidagi tashviqotiga ishonmaslikni talab qilgan. Lekin Buyuk Birlik partiyasining mas'ullari Xitoy diplomatlarining talabini rad qilgan. Xabarlarda Xitoy diplomatlarining Buyuk Birlik partiyasini qachon ziyorat qilganligi tilga ilinmagan. Lekin bu xabar 21 yanvar Turkiya Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan kuzatayotganligini bildirgan kunini taqatdi. Buyuk Birlik partiyasining muavin raisi Unsal Qarabulutning Turk axborot vositalariga bildirishicha, Xitoyning Anqarada turishlik elchixonasining mushaviri Ching Wei-ho bilan elchixonaning siyosiy ishlarga mas'ul birinchi kotibi Wang Fei Buyuk Birlik partiyasining markazini ziyorat qilib, Mustafa Dastchi bilan ko'rishni talab qilgan bo'lsa-mu, Buyuk Birlik partiyasi bosh kotibi Zubayr Tunish bilan muavin raisi Unsal Qarabulutni ko'rishishga buyurgan. Unsal Qarabulutning bildirishicha, ko'rishda Xitoy diplomatlari mazkur partiyaning Uyg'urlarni qo'llayotganligidan bearam bo'layotganligi, bo'libmi ularning Sharq Turkiston ismini qo'llanmasligini talab qilgan. Xitoy diplomatlari yana mazkur partiyaning 7 fevral kuni Anqarada o'tkazmoqchi bo'lgan Sharq Turkiston nomli muhokama yig'inini bekor qilishini, hech bo'lmaganda bu ismning o'rniga Xinjiang degan ismni ishlatishni o'tirg'a qo'ygan. Unsal Qarabulutning bildirishicha, ular Xitoyning Uyg'ur rayonidagi assimilyatsiya siyosatini tanqidlab, Sharq Turkistonda qarindoshlarimiz o'z tili va dini bilan yashamayotidi. Xitoylarni Uyg'ur qarindoshlarimizning uylariga o'rnashtirishni qandoqmi qabul qilib bo'ladi? Biz shu uyning egasi bo'lgan bir Uyg'ur qizni Xitoylar bilan o'ylanishga majburlashga qandoq rozi bo'lamiz degan. Sharq Turkiston Kunas noyisi Naratdagi bir turkum qozoqlarni yerlik hukumat namoratlikdan qutuldirish 5-emgak kuchi qatorida bu yil kirishi bilan Jiangxi Nanchangdagi olam qatnashi guruhining tarmog'i harbiy korxonaga yo'tkigan. Hamda ishdan tushgan bo'sh vaqtlarda majburiy xanzu tili o'rganishga va kommunistik partiyaga kirishga talab qilingan. Bu qozoqlarga mas'ul bo'lgan bir kishining deyishicha, mazkur zavodning xarakterini tonishtirib, oldi bilan siyosat, ondan qolsa iqtisod degan. Ya'ni oldi bilan ideya o'zgartish, ondan boshqa ishlar bilan shug'ullanish kerak ekan. Shuning bilan bir vaqtda zo'rliq bilan kandidat partiya a'zosi tarbiyalash kurslariga qatnashtirgan. Jiangxiga yo'tkalgan arzon emgak kuchlarining oylik ish haqi 300 yuan bo'lsa-mu, tamoq haqqiga tutib olish bahonasi bilan bir tiyinma emgakchilarning qo'liga tegmagan. Yeb ichish, yetib qo'pish va barliq faoliyatlari zavod ichida bo'lib, xuddi cho'ngaytib qo'ygan turmaga o'xshaydi ekan. Erkin Asiya radiosining xabarida Sharq Turkistondagi zo'r ko'lamlik siyosiy tutqunda ko'plagan Uyg'ur sarxonlarining, shu qatorda bir qism Uyg'ur tantarbiya cho'lponlarining mahbusga aylantirilishi xalqarada zo'r g'ulg'ul qo'zg'aganligi ma'lum. Xitoy kommunistlarining yaqinda buyon bir qism Uyg'ur boks cho'lponlarini va ular qo'lga keltirgan g'alabalarni tashviq qilishi bu sohani kuzatib kelayotgan bir qism analistlarning gumonini qo'zg'adi. Xitoy xabarlari to'rining 22 yanvardagi xabarida Uyg'ur boks cho'lponlaridan Ilshad Anvar va Zulfiqar Mamtiminning Chongchong shahrida o'tkazilgan mamlakatlik boks birlashma musobaqasining 4-fasllik musobaqasida g'alaba qozonganligi tafsili xabar qilingan. Shundaqla 2019-yili vatanimiz Jungo uchun bir oltin medal og'imba deganligi eskartilgan. Xabarda aytilishicha, bu mayillar Tanzaniyalik va Xitoy raqiblari bilan musobaqa tushgan hamda o'zlarining chevar va chabdas hujumlari bilan raqiblarini mag'lub qilgan. Yaqindan buyon boks turidagi musobaqalarda Uyg'ur diyoridan chiqqan mayillar zo'r natijalarni qo'lga keltirmoqda ekan. Ammo tantarbiya sohasida nom chiqargan cho'lponlarning lagerlarga qamlishi xalqaroning hayronligini qo'zg'ayotganda boks sohasidagi Uyg'ur mayillarining alohida xabar qilinishi bir qism analizchilar Xitoy hukumatining xalqaroga soxta ko'rinish tayyorlashi, ular mushu orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarga har taraflama fursat yaratib berayotganligini tashviq qilmoqchi dedi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti, Uyg'ur korxonchilar to'ri va Adamiz markazi qatorliq o'rinlar birlashib o'tkazgan Uyg'urlar haqidagi doklad berish faoliyati 18 yanvar kuni kechda Amerikadagi eng chong masjidlardan biri bo'lgan Adamiz markazida o'tkazildi. Oldi bilan Adamiz markazining hay'at a'zolaridan Robert Marro apandi so'z qilib,
diniy e'tiqodning insonlar bahramon bo'lishga tegishlik eng aqalli harakatlardan ekanligi, navbatda Uyg'urlarning mushundaq haqlardan bahramon bo'lish huquqining tartibilinib qolmasdan, ularning diniy e'tiqodi sababli qandoq zulmatga mubtalo bo'layotganligini qisqacha bayon qilib o'tdi. Shuningdek, bu vaqtga texmo ishonchli ahvollardan xabardor bo'lishni BBC qatorliq dunyodagi donliq axborot vositalarining Uyg'urlar va Uyg'urlar diyoridagi lagerlar haqida ishlangan sin materiallarini ko'rishga havola qildi. Shuningdan keyin Adamiz markazining imomi boshliq bir qism diniy ulamolar bu ishning ahamiyati va zaruriyati haqida so'z qildi. Uyg'ur shohidlarining aloqador masalalar bo'yicha naq maydonda guvohlik berishi Uyg'urlar uchrayotgan zulmni yig'in ahliga naq maydonda yana bir qatim jonliq tasvirlab berdi.